Assalomu alaykum. Bugungi qahramonimiz 6 yillik tajribaga ega dasturiy ta'minot muhandisi Saodat Valalilar. Saodat Toshkent shahridagi Inha universitetini tamomlab, Amerika va Yevropa kompaniyalari bilan birga ishlaganlar. Hozirda esa Saodat Germaniyada yashaydilar va mobil dasturchi sifatida faoliyat yuritadilar. Saodat, keling dastavval o'zingiz haqingizda bizni tomosha qilayotganlarga ma'lumot berib o'tsangiz, Germaniyaga qanday kelib qoldingiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zi yaxshimisiz? Rahmat. Mening ismim Saodat va ko'pchilik meni Sao deb chaqirishadi. Mhm, Uh, Bu chet elliklar uchun juda ham qulay nom, ism. Hozirda Germaniyada yashayapmiz oilamiz bilan. mhm, Bu ishni shu o'zimizni Telegram gruppalardan topganman. Kim Germaniyaga ko'chish xohlaydi deganda man deganman va intervyulardan o'tib ishga qabul qilinganman. mhm, Shu hozirda Germaniyada ofisiga borib ishlayman. Bu yerda 3 kun ofisga boriladi, 2 kun uydan ishlasa bo'ladi va bugun uydan ishlayapman. mhm. Shunaqa. Oilangiz bilan borgansiz, to'g'rimi? Oilam bilan. Turmush o'rtog'ingiz va qizingiz? Va ishdalarimiz. Turmush o'rtog'im ham software injenerlar. Mhm, Ular hozirda frilanserlik qilyaptilar. mhm, Shu O'zbekiston kompaniyalariga, Germaniya kompaniyalariga. Ularni tajribasi ancha ko'proq mendan mhm, va ular shu uydan ishlashni ma'qul ko'rdilar. Albatta, bu juda ham qulay, avtobus kutmaysiz. Qizim hali endi 3 yosh bo'lyapti. U shu yerda bog'chaga boshladi. Xudoga shukur, va boryapti. Nemis tilini bizlardan tez o'rganyapti. mhm. Shunaqa. Yaxshi. Qancha bo'ldi borganingizga yetdingiz uni? Yo'q, hozir 4 oy bo'ldi endi. Germaniyaga borganingizga. Mm. Demak, Germaniyaga asosan o'zingizni sizni ishga taklif qilishgani uchun bordingiz, Ha, to'g'rimi? ha, oilaviy. Mhm. Undan oldin endi hozir demak kompaniyaga masofadan emas, borib ishlayapsiz, to'g'rimi? Ha, borib ishlayapman. Mhm. Bundan oldin o'sha O'zbekistonda yashaganingizda Amerika va Yevropa kompaniyalarida faoliyat yuritgansiz, to'g'rimi? Ha, Unda masofadan ishlagan bo'lsangiz kerak. ha, ularda masofadan. Mhm. 3 yil davomida masofadan ishlaganman. Mhm. A, Bu menga har xil plyus taraflarni bergan, lekin minus taraflari ham bor, albatta. A, Mani kichkina qizim tug'ilgandan keyin уже ofisga chiqish imkoniyatim bo'lmagan. Mhm. Mm, Va shunaqa ishlarni qidirib ko'rib LinkedIndan topganman. Birinchisi Yevropani Litvadagi kompaniya bo'lgan. Ular har xil proyektlar olib, jamoaviy qanaqadir proyektlarni bitirishadi. U yerda 2 yilcha ishladim. Judayam tajribam oshdi o'sha joyda deb hisoblayman, chunki ular masalan siz buni bilasizmi yo'qmi, siz buni qilasiz degan shart bilan ishga olishgan. Xo'p deganman. Mhm. Va 2 yil davomida ular bilan ishlab, tajribam ancha oshganidan keyin Amerikadan ish topganman. Mhm. Qizig'i o'zimizni Telegram kanallardan topganman. O'zbek o'zbek ishbilarmoni deydimi, o'rtada masalan topib, har xil mamlakatlardan shunaqa proyektlar topib, o'zimizni developerlarni bir-biriga muloqot qildiradi va shu kompaniyalarga qo'shib beradi. Mhm. Shu bilan u yerda ishlab yurganimda ofisni sog'inishni boshladim. Mhm. Chunki уже 3 yil bo'lgan uyda o'tirganimga va qizimni masalan qarab, tunda ishlashga to'g'ri kelgan Amerika vaqti bilan. Mhm. Bu уже zerikarli bo'lib boshlagan va sog'lig'imga ham ta'sir qila boshlagandan keyin ofisga chiqishimiz kerak deb o'ylaganman. Mhm. Lekin shu ishlarni qarab yurganimda уже Germaniya degan opsiya kelib qolgan Mhm. va ikkilanmasdan ketishga qaror qilganmiz. Buni sabablari juda yam ko'p. Hozir endi 4 oy bo'lgan bo'lsa ham Germaniyaga kelganimizga Toshkentni sog'inamiz deb ayta olaman. Chunki u yerda o'zimiz o'rtoqlarimiz, uyimiz, hamma narsa bor edi.
Mhm. Bu yerga kelib musofirchilikdamiz, baribir qiyinchiliklar bor. Mhm. Lekin eng muhimi sog'liq degan qarorga kelganmiz oilaviy. Mhm. A, Toshkentda o'zingiz bilasiz, havo yomonlashayotgani sababli ko'pchilik kasal bo'lyapti va biz ham istisno bo'lmadik. Juda Mhm. yam ko'p kasal bo'ldik va Germaniyaga ko'chganimizdan beri Xudoga shukur, sog'liqlarimiz ancha yaxshilangan. Mhm. Ekologiya yaxshi, yashil zonalar ko'p Mhm. va bunga xursandmiz hozircha. Mhm. Toshkentni sog'inamiz. Aha. Xudo xohlasa baribir bir kun qaytasizlar. Xudo Ha, xohlasa. demak, Saodat, sizda nemis tilingiz ham yaxshi, shundaymi? Yo'q, man umuman nemischa tushunmayman. Faqat Mhm. ingliz tilida. Ishimiz international kompaniya. Hatto nemislar, manimcha, 3 ta yoki 4 ta dona, bir 50 tacha odam bo'lsak, Mhm. hamma har xil davlatdan, butun dunyodan odam. Mhm. Tushunarli. Odatiy ish kuningiz qanday o'tadi? Odatiy ish kunim rostini aytadigan bo'lsam, ertalab turib ovqat qilishdan boshlanadi. Mhm. Chunki bu yerda hamma odat qilgan, tushlikni o'zi bilan olib keladi ishga. Mhm. Va Aha. shuning uchun ertalab turamiz va уже tushlik tayyorlayman. Qizimga ham ovqatini tayyorlab beraman. Mhm. Hammamiz qizimni bog'chaga dadasi olib boradi, o'zim ishga ketaman va avtobus, metro qilib borib 1 soatda ishga boraman. Bir Mhm. soat 40 minutlarda Mhm. borsam, u yerda Germaniyada qanaqadir ish judayam sokin. Mhm. Hamma hech ham shoshilmaydi. Ertalab borgandan keyin o'zini kofelarini tayyorlab, anaqalar zavtraklarni yeb, bemalol yurishadi. Mhm. Man ham shunga o'rganyapman. Mhm. A, Borish bilan kompyuterga o'tirish yo'q. Hamma bilan gaplashib, sani masalan, haftang qanaqa o'tyapti yoki hafta oxirida nimalar qilding, gaplashiladi hamma bir-biri bilan. Am, Keyin albatta yig'ilishlar bo'ladi. Har kuni stand-uplar. Kim nima qilyapti, nima bilan band, nimalar qilinishi kerak komandada. Mhm. Shular gaplashiladi. Va shu obeddan keyin уже hamma ish boshlashib, birga tushlik qilganda ham hamma jamoa birga tushlik qiladi. Mhm. A, Belgilangan vaqt yo'q. Masalan, obedga mana shunaqa vaqtda chiqishingiz kerak yoki mana bunaqa vaqtda ishga kelishingiz kerak yoki bunaqa vaqtda ketishingiz kerak. O'zi 9dan 6gacha ish delingani bilan bizlarda flexible. Ya'ni xohlagan paytingiz, xohlagan narsangiz qilsangiz bo'ladi. Kuniga 8 soat ishlasangiz bo'ldi. Mhm. Va shu tartiblar bilan uyga ertaroq qaytishga harakat qilaman, chunki kechqurun yurishdan qo'rqaman. Va kechqurun kelganimda o'sha qizim ham bog'chadan kelgan bo'ladi, birga ujin tayyorlaymiz va shunaqa kunimiz judayam sokin o'tyapti. Mhm. Uydan ishlagan kunlarim esa meni ortiqcha vaqtim ham bo'ladi ovqat qilishga, Mhm. shunaqa ko'proq vaqtim bo'ladi. Mhm. Hozir mana ishni xo'jayiningiz ishni sizga taklif qilishgan, to'g'rimi? Ha. Xo'jayiningiz bunga qarshilik bildirmadilarmi? Ular u yerda nima bilan shug'ullanyaptilar yoki bitta kompaniyada ishlayapsizlarmi? Yo'q, xo'jayinim xursand bo'ldilar. Chunki bizlar odamda orzu bo'ladi-ku, masalan, qayergadir chetda yashab ko'rish. O'zimiz chetga sayohat ko'p qilganmiz, lekin borib yashash bu boshqa narsa ekan. Buni Mhm. endi his qilyapmiz. Ular ham xursand bo'lganlar. E, bu yoqqa kelsak, balki yana ham Big Techlarga o'zimizga sharoit, eshiklar ochilar deb o'ylaganmiz. Va Mhm. hozir harakat qilyapmiz. Xudo xohlasa, balki Big Techlarga kiramiz. Xo'jayinim hozirda frilanserlik qiladi Mhm. O'zbekiston kompaniyasiga. Bilmadim aytib o'tish joizmi? Ular software arxitekt hisoblanadi, ya'ni har xil proyektlarni arxitekturasini boshqarib, shu jamoadoshlarini boshqarib turadilar. Uh, Kim qanaqa vazifa berish, shunaqa vazifalari bor. Mhm. Ko'pincha yig'ilishlar bilan vaqti o'tadi. Manimcha software injenerlar o'zi tajribasi oshgani sari faqat shunaqa yig'ilish bilan yig'ilish kuningiz o'tib ketadi mitingdan.
chet davlatda qandaydir qiyinchiliklarga duch keldingizmi yoki o'sha aytib o'tganingizdek hammasi yaxshi do'stona muhitmi ish jarayonida? Ish jarayoni e, judayam do'stona. Man hayron qolganman. Borganim kunimoq, birinchi kunidanoq hamma meni xuddi bir yildan beri biladigandek gaplashib ketgan. Mhm. И Mhm. hech qanaqa chegaralar yo'q. Masalan, hamma o'zini mamlakati haqida gapiradi, Mhm. qanaqa odatlari bor, hamma bir-biri haqida gaplashayotganda уже hayron qolib o'tiraverasiz. Chunki nimaga unaqa ekan, bizlarda nimaga bunaqa ekan, hamma solishtirib o'tirganmiz, vaqtimiz o'tib ketyapti. Odamlar esa juda yam xushmuomala. Sizni nima deydi, jahli chiqayotgan bo'lsa ham ular xushmuomala gapirishadi. Mhm. Bu manimcha odamlarni madaniyati. Mhm. Saodat? Uh, Aha, ha? gapiravering. Bo'lib qo'ydim. Yo'q, umuman Germaniyaga kelganimizda bizlarga nima deydi, chet elga kelgandek unchalik his qilmaganmiz. Aha. Chunki bu yerda ikkita qoraqalpoq oila bor. Uchta qoraqalpoq oila bor bizlardan tashqari. Bizlar ham qoraqalpoq oilamiz. Qoraqalpog'istonliksiz? Ha, Qoraqalpog'istonlimiz. O Qoraqalpog'istonda yashagansiz, Toshkentdami? Qoraqalpog'istonda tug'ilib o'sganmiz, faqat universitetda o'qiydigan paytda Ha, shu tomonga kelganmizda. Inxaga kirganingizda Toshkentda Ha, turgansiz va da. Toshkentda tanishgansizlar. Ha, Toshkentda. Aha. Xo'jayin Mashhurlar o'qishga kelganlar Toshkentga. Aha. Shu yerga kelganimizda bizlarni Qorabog' oilasi kutib olgan, uylarida Hmm. mehmon bo'lganmiz 3 kunlab. Ular shunaqa, ну, bizlarni xalqimiz juda yam mehmondo'st-ku. Bizlar sezmaganmiz уже chet elda yurganmiz. Chunki o'zimizni odamlar, o'zimiz tilda gaplashyapmiz. Mhm. Keyin har 2 haftada, 4 haftada bizlar yig'ilish qilamiz. Shu 4 oila birga qo'shilib, birga o'tiramiz. Bolalarimiz maza qilishadi va chetda yurganimiz unchalik ham sezilmaydi. Ko'pchilik aytishgan, bu yerda bog'cha topish, uy topish juda ham qiyin deyishgan. Lekin bilmadim, omadimiz bormi? Bizlarga уже 2 haftada ham bog'cha, ham uy topilgan. Mhm. Uh, Va bir oydan keyin, 2 oydan keyin ko'chganmiz hozirgi yashayotgan joyimizga. Mhm. Saodat, qarang, o'sha aytdingizku, o'sha oldin ham xorijiy kompaniyalarda frilanser sifatida ishlagansiz, to'g'rimi? Maoshingiz ham demak kam bo'lmagan. Hozir Ha, borgan kompaniyangiz bilan menimcha juda ham katta farq qilmasa kerak. albatta. Shunchaki shu frilanser ishlash ozgina sizni zeriktirib qo'ygan. Shunaqa Ha, bo'lyaptimi? ha. Maoshingiz bo'lsa o'sha bilan buni uncha katta farqi yo'q. Ha, albatta, albatta Germaniyaga kelib bizlarni maosh, oylik tarafdan emas, balki pul tarafidan, pul jamg'arish taraflaridan sal pastlaganmiz. To'g'ri, chunki bu Aha. yerda bizlar ijara to'lashimiz kerak, bu yerda Xarajatinglar ko'p. sog'liq uchun страховка to'laysiz, hamma narsani to'lasangiz, bu yerni soliqlari juda ham baland. Hammasini to'laganimizda juda ham kam oylik qoladi qo'limga. Lekin Xudoga shukr, shu yerda yashashimizga yetyapti. Va o'z oldimizga maqsadda agar pul topishni qo'yganimizda Toshkentda qolganimiz to'g'ri bo'lardi. U yerda Lekin xorijiy yashashdan. davlatda yashash ham bir tajriba. Ha, albatta bu katta tajriba va eng birinchi navbatda sog'liq. Chunki qancha pulingiz bo'lsa ham o'zingizni masalan har oyda dori yemasdan yashash bu juda ham katta baxt. Ha, tushunarli. Shuning uchun shuni tanlaganmiz. O'zi bir maqolimiz borku, musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan degan. Demak, qaysidir ma'noda har bir inson qandaydir vaqt bo'lsa ham bir chet el ko'rib, dunyo ko'rib kelishi bu manimcha hech qanaqa yomon tomoni yo'q. Aksincha, insonni rivojlanishiga hissa qo'shadi, yordam Albatta, beradi. albatta. Aha. Э, Bugun butun dunyoda va O'zbekistonda, mana Germaniyani ko'rdingiz va O'zbekistonda ishlab yashab ketdingiz. Ayollarni IT sohasidagi o'rnini siz qanday baholagan bo'lardingiz? Aynan software injenerlar hisobida qarasam, man qaysi kompaniyaga qo'shilgan bo'lsam ham eng a, bittagina o'zim yuraman Hmm. software injener hisobida. Lekin Aha. hozirgi kompaniyamizda qizlar bor, juda yam ko'p desam ham bo'ladi. Ular masalan QA, ana testirovщик Boshqa yoki yo'nalishda. dizayner, yoki
marketing sohasida, lekin IT sohasida ular ham o'z faoliyatini olib boryapti. Man ko'proq xohlagan bo'lardim, чтобы mana bu developerlar ham ayollar Mhm. ko'payishini. Mhm. Har doim timda bitta o'zim bo'lish menga ham sal noqulay, lekin bu ham bir tarafdan plyus. Sizni qadrlashadi. Aha, Bittagina developerim deb. aha. Uh, Man o'zim shu qizlarni ko'proq bu sohaga jalb qilish xohlagan bo'lardim, chaqirgan bo'lardim. Chunki o'zim mana onalik baxtiga erishganman va bolamni o'zimni ko'z oldimda tarbiyalashga, e, 3 yoshigacha masalan bog'chaga bermasdan o'zimiz qaraganmiz. Bu paytda ham parallel o'zimni ishimni olib borganman va mani tajribamda hech qanaqa gap bo'lmagan, ya'ni Mhm. bo'shliq bo'lmagan. Э, nima deydi, dekretda o'tirib qolish protsessi bo'lmagan. Chunki Mhm. biz onlayn hamma narsaga erishib, hamma narsani parallel olib borsangiz bo'ladi. Mhm. O'zim o'zimda hozir 4ta qizni yordam berganman, ozmi ko'pmi, Mhm. sohaga kirib kelishiga. Mhm. Э, Ulardan eng birinchi mana hayron, o'zim ham natijasiga hayron qolganim, bizlarni o'zimizni turmush o'rtog'imni singlisi, qarindosh singlisi hozirda Uzinfocomda MyGov komandasida ishlaydilar. Ehm, Shu eh, To'rtko'l shahrida kichkina qishloqdan chiqqan qiz. Mhm. Masalan, universitetda o'qimagan. Shu qishloqda bilasiz, tillar yaxshi o'rgatilmaydi. Rus tili, ingliz tilini bilmasdi uyga kelganida. Biz bilan yashab, 2 yil davomida birga yashagan bo'lsak, bo'sh vaqtimizda shu bolamiz uxlagan paytida birga kompyuterga o'tirib qolsak o'rgatardim. Mana bunaqa qilishadi. Eng boshida shu kompyuterni mana bu Word'larda qanaqa ishlash, PowerPoint'da qanaqa ishlashlarni o'rgatganman. Keyinchalik bo'lsa уже bizlarni programming qilayotganimizga qiziqib, u ham o'rgangan. O'zimiz masalan har xil proyektlar olsak, uni ham qo'shganmiz. Keyinchalik 2 yildan keyin baribir bilasiz, qanaqa nimalar ish beruvchi хотя бы diploming bormi deb so'rashadi. U universitetda o'qimaganligi sababli biz ham uni najot ta'lim kursiga berganmiz. U yerda ham to'liq kurs o'qishi shart bo'lmagan, chunki boshlang'ich bilimi bo'lgan. Mhm. 4 oylik bilim darslarni skip qilib, keyingi darajadan qo'shilib ketgan va o'sha joyda sertifikatni olib chiqqandan keyin hozirgi ishini topgan, shu MyGovdagi front-end dasturchisi bo'lib ishlayapti. Va shu Dasturchilikni demak o'rgatsa bo'ladi, to'g'rimi? o'tkazsa bo'ladi. Chunki bunga faqat uni o'ziga bo'lgan ishonchi, harakati, Xohishi. yordam bergan, xohishi Mhm. yordam bergan. Va man aytishim, man o'ylayman, masalan, qishloqdan chiqqan odam til bilmasdan yoki universitetlarda o'qimasdan shunchalik darajaga erishishi mumkin ekan, nimaga oddiy masalan universitetda o'qib yurganlar yoki hamma sharoiti bor insonlar nimaga programmist bo'lmaydi? Mhm. Aynan qizlar. Chunki bu juda ham katta qanaqadir yengillik bizlar uchun. Ishingiz xohlagan paytingiz qilasiz. Xohlagan paytingiz dam olish olasiz va o'zingizni qiziqqan narsangiz ustida ishlaysiz. Ishingiz zerikarli bo'lmaydi. Mhm. Yaqindagina o'zimni singlim, tug'ishgan singlim ham farmatsevtikani bitirdi. 5 yil o'qidi va o'zini sohasidan ketmasdan u ham dasturchilikda ketdi. Va yaqinda o'zi birinchi ishini topdi. U ham najotlarni kursini bitirib chiqib birinchi ishini topdi hozir. Bunaqa narsalardan juda yam xursandman, chunki singlim masalan endi o'zini yo'lini o'zi xohlaganicha boshqaradi. Boshqa sohalarda bunaqa sharoit bo'lmaydi. Mhm. Siz tepaga ko'tarilishingiz uchun qancha mehnat qilishingiz kerak, ular necha yillik tajriba kerak. Mhm. Dasturchilikda siz qancha ko'p bilsangiz, shuncha tez o'sasiz. Sizga yillar muhim emas, balki biladigan narsangiz muhim. Aha. Va shunga juda ham xursandman. O'zimizni oilamiz, mana o'zimni akam bor, singlim bor, hammamiz programmist bo'ldik hozir. Ah, sizga Xolis. qarab havas qilib bo'lishdi. Yo'q, birinchi akam boshlagan albatta. Ah. Yaxshi, Ah, anaqa man sizni o'sha IT Ladies hamjamiyatimizni
guruhida yozganingizni ko'rdim. O'sha yerdan tanib qoldim. O'sha yerdan tanishib oldim. Yaxshi. O'zingizni tanishtirganingizda orqasidan yozgan ekansiz. Man qizlarga yo'nalish ko'rsatishni yaxshi ko'raman. Ularga o'sha hayotda o'sha o'rnini topishi, o'qigan bo'lsa ish topishga yordamlashishga harakat qilaman deb yozgan ekansiz. Man to'g'risi shu qirrangiz e'tiborimni tortdi. Chunki o'zi ITda shunaqa trend ko'rdim. Qizlar umuman insonlar bir-biridan bilimini qizg'anmas ekan. Lekin siz Aynen. chet elda turib ham o'sha shunga yordam beraman, menga murojaat qilinglar deb yozganingizga man to'g'risi juda ham xursand bo'ldim. Va buning uchun sizga misol uchun hozir bizani ko'rib turgan birorta qiz man ham Saodatga o'xshagan bo'lgim kelyapti yoki o'sha to'rtko'llik qizga o'xshab man ham o'qib o'sha IT sohasida o'z o'rnimni topgim kelyapti deydigan bo'lsa sizga murojaat qilsa bo'ladimi? Unga yo'l yo'riq Albatta. ko'rsata olasiz? Albatta. Ha, o'sha postni yozganimdan keyin bir nechta qiz menga aloqaga chiqishdi. Mhm. Aynan nima bo'yicha, qaysi sohani tanlashga ikkilanayotganligi bo'yicha Mhm. ko'pchilik yozishgan. Aha. Menda bitta narsa bor. Qaysi sohani boshlasangiz ham, qaysi sohani tanlab ketsangiz ham, eng muhimi oxirigacha borish. Mhm. Siz qaysi именно ITda qaysi sohani tanlasangiz ham kirib ketsangiz bo'ldi. Keyin Mhm. 1 yilmi, 3 yilmi, 5 yildan keyin bo'lsa ham o'zingizni sohangizni o'zgartirsangiz bo'ladi. Va Aha. bitta sohada qolib ketishingizga majbur emassiz. Mhm. Asosiysi kirib olish. Mhm. Um, Ularga masalan kimdir yozdi, masalan man backend developerlikda boshlaganman, lekin o'xshamayapti. Proyekt menejer bo'lsam nima deysiz, qanaqa qaraysiz, deyapti. Mhm. Man aytyapman, agar o'zingizda boshqarish shunaqa o'zingizda xususiyatlarni ko'rayotgan bo'lsangiz, ha, Mhm. bo'lishingiz kerak. Lekin haliyam ikkilanayotgan bo'lsangiz va koding siz uchun emas deb o'ylayotgan bo'lsangiz, balkim testirovщикlikni sinab ko'rarsiz. Chunki u yerda siz hamma proyektlar qanaqa ishlashini o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rasiz va keyinchalik proyekt menejerlik uchun katta eshik bor. Chunki u yerda tajribangiz o'sha lavozimga olib boradi sizni. Mhm. Mana shunaqa o'zimni tajribalarimdan kelib chiqib nimadirlar aytish xohlayman, nimadirlar bilan bo'lishish xohlayman va bilmayman, ozmi ko'pmi, balkim yordam berar, balkim kimdir ignor qilar. Mhm. O'zi eng muhimi kimdirdan so'rash emas, nimadir boshlab qo'yish va oxirigacha olib borish. Mhm. Qizlar esa ikkilanish ko'p bo'ladi ayollarda, nimagadir bilmayman. Nima qilsam ekan, uni qilsam, buni qilsam, hamma joyini o'ylab chiqishi kerak. Ikir-chikirigacha bilmasa harakat qilmaydi. Mhm. Va shunaqa ikkilanayotgan qizlarga masalan yo'l yo'riq berish manimcha bizlarni vazifamiz. Mhm. Э, Masalan, bugungi kunda o'qigan, o'zim sohasini biladi, lekin o'sha qaysidir xorijiy kompaniyalarda ishlashni xohlayapti. Ularga qanday tavsiyalar berasiz? Ular IT sohasida o'zi chet elda ish topishi birinchi yo'li albatta til bilish. Agar ingliz tilini yaxshi biladigan bo'lsangiz, ikkinchi qadamingiz bu LinkedInda aktiv bo'lish. Mhm. O'zingizni o'zingiz haqingizda joriyalashingiz kerak. Mhm. Odamlar sizni tanishi kerak. Siz nimalarni bilasiz, qanaqa proyektlar ustida ishlayapsiz yoki Mhm. ishlagansiz, nimalarga qiziqasiz, qanaqa joyda ishlashni xohlaysiz. Hamma narsani masalan bittalab post yozib chiqqaningizda ham 50 ta 100 ta post yozsangiz bo'ladi. Bunaqa postlaringiz kimdirlarga yetib borgandan keyingina sizni boshqa mana HRlar topib sizga ish taklif qilishi mumkin. Mani taktikam shunaqa, masalan ish qidiryapmanmi, o'zim haqida joylashish boshlayman. Mana men bunaqa narsalar qilyapman hozir, men bunaqa narsalar menga qiziq bo'lyapti. Hamma narsani birma-bir yozib chiqaman. Va Mhm. albatta yana juda ham ko'p usullari bor. Masalan, Mediumda o'zingizni artikllaringizni yozsangiz bo'ladi. Har xil saytlar bor. Mhm. O'zingizni tajribangizdan kelib chiqqan holda nimadirni qanaqa qilganingiz haqida post yozsangiz, odamlar uni o'qib, unga komment yozib, sizga qiziqish bildirishadi. Mhm. Ya'ni e, siz o'zingizni tajribangiz bor ekanligini dunyoga e'lon qilishingiz kerak. Mhm. O'shandagina sizni odamlar topishadi. A, Ko'pchilik o'ylashadi, mana LinkedInda shuncha ishlar turibdi, topshirsam kiraman deb o'ylaydi, lekin yo'q.
Ularda masalan bitta ish o'rniga 100 talab odam topshirgan bo'ladi va sizni rezyumengiz balkim ko'rilar, balkim ko'rinmaydi. Hmm. Shuning uchun siz ko'proq networking bilan shug'ullanib odamlar o'zizga jalb qilishingiz kerak. Mhm. A- Masalan, mani o'zim ham hamma ishimni LinkedIndan topganman. Ular mm, o'rta nimadir yozganimda kimdirlar mani topib, menga shunaqa ish taklif qilishgan. Va Mhm. qizig'i, agar birinchi ishingizni topib olsangiz chet eldan, keyingilari oson bo'lib ketadi. Mhm. Chunki o'sha topgan odam sizga sizni yaxshi ishlayotganingizni ko'rsa aytadi, yana bironta odam yo'qmi senga o'xshagan, Mhm. yoki mana bunaqa proyekt ham bor, bunga ham qo'shilasanmi? Shunaqa takliflar juda ko'p berishadi. Chunki ish ish beruvchi agar sizni tajribangizni, sizni ishonarli insonligingizni ko'rsa, sizga ishonib boshqa odamlarni olishni ham sizga ishonadi. Va Mhm. men shu paytgacha masalan ko'pchilik mana tanishlarimni shunaqa harakat qilaman. Sizni ham hozir refer qilaymi, sizni ham mana shu kompaniyaga kirgizaymi deb so'rayman, tavsiya qilaman. Aha. E, Hozircha mana o'zimni yangam akamni xotini shu Amerikadan ishdan ketayotganimda menga aytishgan, "O'rningga odam topib bergin, yaxshi Mm. bo'lsin, Mhm. tashlab ketmagin", deyishgan. Xo'p deganman. Man o'zimni shu yangam o'zimiz ham qo'shnimiz ular Voy. tayyorlab, o'zi mana IT sohasiga kirib kelayotganda ham birga o'tirib tayyorlanganmiz. Birga mana yo'l berganman. Karantin payti edi, esimda. Har kuni uyga kelardi. 6 oy davomida yonimda o'tirib birinchi proyektlarni qilgan. Lekin tatu talabasi bo'lgan. E, Shu уже ketayotganda mana zo'r qiz bor. Sizga tayyor kandidat. Mana oling, xo'p degan va hozirda ular уже Amerikada ishlayapti. Voy. Masalan, mana shunaqa tanish bilish yoki nima deydi? Man o'zimni Telegram kanalim bor. U yerda ham shunaqa agar pozitsiya bo'lsa qo'yib turishga harakat qilaman. Va o'zim taniydigan, ozgina bo'lsa ham taniydigan odam bo'lsa, ularni tajribasini o'rganib chiqib, ish beruvchilarga mana shunaqa kandidat bor, oling. E, Shunaqa nima deydi? Ulashaman ular bilan ham. Mhm. Kelinoyingiz shunda Toshkentda turib ishlayaptilarmi, Qoraqalpog'istondanmi? Qoraqalpog'istonda. G'oyib. Aynan o'sha dasturiy ta'minot muhandisi yo'nalishida ishlayaptilar, Ha, to'g'ri? ha, ular ham software injenerlar. Akam ham, yangam ham, mana singlim, o'zimni xo'jayinim hammamiz software injener bo'lganmiz. Ha, dasturiy ta'minot muhandislari sulolasi desa ham bo'larkan. Ha, ha. Tushunarli. Bo'lgan. Qarang, endi misol uchun mana shu sohani tanlagansiz, to'g'rimi? Akangiz tanlagan ekanlar. Bunga ota-onangiz qanday qarashgan? Misol uchun hozir mundoq sal zamonaviyroq odamdan so'rasangiz ham balkim bu kasb nimaligini Ha, tushunmasligi ham mumkinda. Nima ish ha, ha, qiladi ha. u? O'zi umuman kelajakda kasblar shunaqa umuman hech kim tushunmaydigan kasblarda yaralib ketish ehtimoli katta-ku. Endi misol uchun ota-onangiz qanday qarashgan? O'sha sizlarni ta'lim olishinglarga qanaqa imkoniyatlar yaratib berishgan? Keling, ozgina shu haqida ham gapirib bering. O'zi ota-onam birga o'qishgan bitta universitetda, pedinstitut deb aytiladi, adashmasam. Mhm. Sohasi informatika va mehnat Ha, bo'lgan. ha, bo'ldi, tushunarli. Ha, Ular ular o'zlari informatika aytishlik, sohasida. Ha, oldin aytishlik ular qilgan. o'zlari aslida shu aytishnik bo'lishi kerak bo'lgan, lekin bilasiz, u zamonlarda juda ham qiyin. Shunaqa. A, O'zimni onamlar informatika bo'yicha dars beradilar maktabda. Mhm. Va dadam shu kompyuter tushunganligi sababli mana Nukus shahar gaz ta'minotida shu kompyuter bilan shug'ullanadigan odam sifatida ishga kirganlar. Mhm. Uh, Va esimda, man ikkinchi sinf edim, uyimizga birinchi kompyuterni olib kelgan dadam. Va Mhm. oyim aytishi bo'yicha bu o'sha paytlari bitta mashinani puli bo'lgan. Bizlarga shu ishimizga kerak deb kompyuter olib kelishgan. Uh, Mhm. Va shu bilan o'sha yerda masalan rasm chizishni o'rganib, boshqa narsani o'rganib, bizlarda shu kompyuterga bo'lgan qiziqish uyg'ongan. Va onamlar, bilasiz, fan olimpiadalari bo'ladi. Mhm. O'shanda akamni tayyorlardi. O'zini o'quvchisi edi, u bitta maktabda o'qirdilar.
o'shani shu fan olimpiadasiga g'olib bo'lish uchun tayyorlardi, nimadirlar o'rgatardi. Yonida turib men ham o'rganardim. Shu bilan hammamizda shu birinchi Pascal o'rgangan paytlarim esimda. Men Qorbobo rasm chizardik Pascalda koding bilan. Shu narsalarni o'rganib, sekin-sekin shu sohaga qiziqish paydo bo'lgan. Lekin men hech qachon dasturchi bo'laman deb o'ylamagandim. Mhm. Shu akam aytganlar, e, birinchi akamni Toshkentga tatuga o'qishga kirganlar. Oyim aytgan, Toshkentda o'qiysan degan. Mhm. Men o'qiyapman, sen o'qiysan degan. Va shu bilan akam o'qishni boshlagan. Keyin akam o'qiyotgan paytida, уже ikkinchi kurs paytida Inha universiteti ochilgan. O'zi kirish xohlagan, уже bir yil o'qib qo'ygani uchun уже kech. Sen o'qiysan degan menga. Qaraganman, xo'p, ingliz tili bilish kerak ekan, mayli. Tayyorlanganman va man kirganman. Mhm. Shunaqa birinchi kursimda man haliyam o'ylardim, man dasturchi bo'lolmayman. Chunki atrofimizda, Inxada o'qiyotganimizda shunaqa bolalar bor edi. 9-sinfdan beri software injener, dasturchi bo'lib ishlab ketgan va o'zini pulini topib, hozir o'zini kompaniyalari bor bolalar bor edi. Va Ah, ularga qarab, man уже ancha ortda qolganman, kech bo'ldi manga deb o'ylaganman. Lekin shu esimda talabalik paytda o'tirib ikkinchi kursimgacha harakat qilsam ham o'xshamagan. Keyinchalik man bu ikkinchi kurs paytda dugonam kursga borib boshlagan. Uni kursini o'rganib kelgan narsalarni man ko'rib, keyin birga vazifalarini qilib, shunaqa qilib o'rganib ketganmiz. Ota onam bo'lsa faqat xursand bo'lganlar, man bu kompyuterga bo'lgan o'zlarini qiziqishi bo'lgani uchunmi, o'zlari to'liq tushunganligi uchunmi, bizani ham shunga nima deydi, undagan. mhm. Esimda o'sha paytlari man bu nima deydi, qanaqadir qog'ozlar, dokumentlar yozish kerak bo'lgan, odamlarda kompyuter bo'lmagan va o'shani yozib berib, printerdan chiqarib, qog'ozga chiqarib, o'shalarni sotganmiz. O'zi 4-sinf bo'lsam, endi yozishni mana qo'lda yozishni o'rgangan bo'lsam, kompyuterda tezroq yozardim. Kompyuterda yozib, nimadirlar, mana bu o'qituvchilarni masalan prezentatsiyasi, ochiq darslari bo'lardi. O'shalarni yozib berardik va sotardik. Уже Ah, o'sha paytdan kompyuter va pul birga yurishini tushunganman. haqiqatdan qarang, hozir aytib beryapsiz. Mana bugun IT kasbini o'rganayotgan o'sha maktab o'quvchilari ham nimadir Ha, qilib mobilografiya, SMM shu ha, sohada ha, ishlab ham pul topishyapti-da. O'zimni ha, qizim ha, masalan. ha. Sizni paytingizdan boshlangan ekanda o'zi bu narsa. Ha, Shu bizani oddiy o'sha yoshligimizda. pechat qilish, o'sha terib berish, Ha. prezentatsiya qilib berish. Ha, Haqiqatdan ham odamlar bilmasdi-da, odamlar bilmasdi, majburiy edi boshqalarga qidirishga, biz o'rganib o'shani qilib olganmiz. kompyuterni ham hamma ota-ona sizni ota-onangizga o'xshab olib berishmagan. Ha, ha. Bolam o'rgansin deb. Ha, to'g'ri. Bizlarga o'rgansin deb olib berganmi yo o'zlarini ishini qilishga olib berganmi? Lekin oilangizda kompyuter bo'lgan. Bilmayman. Ha, Aha. hozirgacha bor dinozavr. Tushunarli. Ota-onalardan nima talab qilinadi deb o'ylaysiz shu farzandini o'sha hayotda to'g'ri kasb tanlashiga yo'naltirishga nimalarga e'tibor berish kerak ota-onalar? Chunki mana Ota-onalar bugun birinchi qarang, navbatda, ha. to'ldiring ozgina bugun mana kasblar e, Mhm. juda ham keskin o'zgarib ketyapti-da. Bugun sun'iy intellekt paydo bo'ldi va ertaga qaysi kasb bor yo'qligini hattoki prognoz qilish yaqin 5 yilga ham qiyin bo'lyapti deyishyapti. Endi butun dunyo ekspertlarini o'qib boraman shunaqa. O'sha ota-ona bugungi ota-onalar farzandini kasb tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz? Mhm. Birinchi o'rinda baribir o'zini qiziqishini, masalan, agar shu mobilografiyaga, telefonda videolar qilish, boshqa narsalarga qiziqyaptimi, kontent qilishga qiziqyaptimi, bunga masalan yengil qaramasdan, ha bolam qilgin deyish kerak. Chunki o'zini hozirgi yosh paytidan o'sha kreativlik, anaqa hislari judayam nima deydi, lovlab turgan payti bo'ladi va uni suv bilan o'chirib tashlasa, yo'q sen mana ustoz bo'lasan yoki mana vrach bo'lasan desa, bolani nimasi qaytib ketadi, qiziqishi va Mhm, bu yo'ldan ketish to'g'rimi yo'qmi, ota-onalar bilmaydi. Tushunaman, ular ham hozirgi nimalarni, trendlarni tushunmaydi. Lekin o'ylashim bo'yicha ular ham qanaqadir, masalan, YouTube'da podkastlar ko'p, hamma o'zini tajribasi bilan bo'lishadigan bo'lgan hozirda. mhm. Ularni eshitib, o'zini tajribasini ozgina bo'lsa ham oshirsa yaxshi bo'lardi.
Manda masalan o'zimni shaxsiy mana shunaqa nimani ko'rganman. Bola o'zi xohlagan, masalan, kompyuterga judayam qiziqqan, lekin o'qishga topshirayotganda birinchi vazifasi uni grantga kirish bo'lgan. Grantga Hmm. kirmasa, oila sharoiti ko'tarmaydi va ota-onasi qiynalib qoladi. Va o'shaning uchun masalan o'zi qiziqmaydigan sohaga topshirib yuborgan, stроительство bo'yicha, Hmm. arxitektura bo'yicha. Bor, bunaqa misollar juda ko'p Ha, mana bo'ladi. shunaqa qilib o'zimizni qarindoshimiz o'g'il bola, e, Hmm. man aytganman birinchi kurs paytida mana o'qishga kirding, ho'p o'qiyvergan, lekin buyog'idan mana kompyuterga qiziqasan-ku, bilasan, rus tilini bilasan, ingliz tilini bilasan, buyog'idan dasturchilikni o'rganaver desam, yo'q, birinchi oldiga yana boshqa narsa vazifa qo'ygan, ya'ni pul topish. Hmm. Repetitorlik bilan pul topgan. И уже 3 yil bitirayotgan paytida уже charchagan boshi. Chunki odam o'qitish juda yam qiyin. Yana siz yosh hali talabasiz, o'zingizga shunaqa mas'uliyat olyapsiz, pul topish degan va bu juda yam qiyin. To'g'ri, tushunaman, sharoit yomon, lekin baribir o'zingizni qiziqishlaringizni ham birinchi o'ringa qo'yib, balki kelajakda shundan ko'proq pul toparman degan narsani o'ylab ko'rish kerak. Chunki odamlarni, boshqa odamlarni tajribasiga qarab ko'rish kerak. Ota-onalar esa hozir pul topyaptimi? To'g'ri, bu yaxshi yo'lda ketyapti deb o'ylaydi. Yo'q, unaqa emas. Siz ota-ona bo'lib ham bu bolani kelajagi qayerga ketishini o'ylab ko'rishingiz kerak deb o'ylayman. Va Hmm. shu oxiri o'zimiz mana qarindoshimiz 4-kursida bitirgandan keyin bo'ldi. Men bo'ldi, endi dasturchi bo'laman dedi va ozgina kursga qatnadi, ozgina yordam berdik va o'zini dasturchilikda ishini topib ketdi. Masalan, shuncha Essiz aytaman. 4 yil umr. Essiz 4 Esiz yil 4 umr. yil umr, ha, esiz mana bu ketgan vaqti talabalikda hech narsa o'rganmasdan, to'g'ri matematika zo'r biladi, fizika zo'r biladi, lekin o'shani to'g'ri ishlatmadi deb o'ylayman. Balki ha, to'g'ri ishlatgandir, bilim berish ham juda ham yaxshi narsa, lekin yosh boshiga shuncha qiyinchilik kerakmikan, yo'qmikan? Shuning uchun Hmm. o'ylaymanda ota-onalar Sharoit yaratish kerak. sharoit yaratish kerak, qiziqishi kerak. Yo'q bilmayman emas, qiziqishi kerak. Boshqalar nima bilan shug'ullanyapti? Yoki man xursand bo'lardim hozir masalan siz mani ota-onamdan shunaqa intervyu olsangizda nimaga bolalaringizga bunaqa ruxsat bergansiz, nimaga bunaqa sohada o'qishni xohlagansiz? Yaxshi taklif. Ha, Olaman. Ularni tavsiya qilasiz menga. ha, ha. Aha. Chunki ular o'zim ko'rganman, ko'pchilikni ota-onasini ko'rganman, bunaqa darajada sharoit berishmagan. Xo'p, Mhm. man uni o'rgansam, bor o'rgan. Masalan, mani o'zimni nechta sport turiga berishgan. Eh, Gimnastikaga boraman deganman. Xo'p degan, borganman. 2-3 yillab borganman. Bo'ldi, karatega bor ekanman. Xo'p, karatega bor. Yana 2-3 yil. Suzishga boraman deganman. Xo'p, mayli bor. Hamma narsaga xo'p deyishgan. Man nimaga qiziqsam, yo'q deyishmagan. Akamni majburlashgan. Sportga bor degan. Yo'q, bormayman. Majburlab berishgan, ko'rgan natijasini xohlamayaptimi bola, foydasi yo'q. Sportni xohlamayaptimi, bo'ldi, foydasi yo'q. Va olib qolishgan. Masalan, hamma narsani qiziqib sinab ko'rishimizga ruxsat berishgan. Hozirgi Mhm. ota-onalardan ham shuni so'ragan bo'lardim. Sportni ham hamma turiga qatnashib ko'rishsin. Hamma sohalarni ko'rishsin. Ä, Faqat mana grantda o'qish hozir diplomga o'qish xato. Samolyot uchyapti. Aha. Diplomga o'qish xato, diplomingiz bormi, yo'qmi, qiziq bo'lmay qolgan. Ozgina kursda o'qib ham tajribangiz bo'lsa, уже ish topib ketishingiz juda ham oson. Hmm. Yaxshi aytdingiz. Men ham ona sifatida bugun qizim 10-sinfda o'qiydi hozir. O'sha anaqa zamonaviy kasblarni qiziqtirib ko'rdimda, o'zi qarasam chiroyli qiladi, estetikasi bor. Mhm. Keyin Mhm. mobilografiyaga qatnashtirdim. Keyin aytdimki, qizim anaqa yaxshi ideyalaringki, endi dizayn, grafik dizaynerlikka qatnashib ko'rgin dedim. Maktab payti-ku, vaqting bekor Mhm. ketmasin. Ertaga Ha. qayerda nima sohaga o'qisang ham senga yoningda bitta hunaring bo'ladi deb Mhm. endi qiziqtiraman. O'zi qiziqib boradi. Qiziqmi senga, qiziqmi qizim desam, ha qiziq. Hozir mana уже aytganingizdek pul topishni boshladi, lekin hozir man o'ylab qoldim, to'g'ri qilyaptimi, noto'g'ri qilyaptimi. Endi sohasi orqalida to'g'ri, lekin biz hozirgi zamonaviy ota-onalardan
har doim trendda bo'lish talab qilinyapti. Bo'lmasam bolalarimiz ham orqada qolishi mumkin, chunki baribir ko'p narsa ota onaga bog'liq. Albatta, Shunaqa. albatta. Zo'r. Siz ota onangizni albatta keyingi suhbatlarimizga taklif qilamiz. Ha, Ha, kutamiz. endi kelajakdagi orzu va rejalaringiz haqida aytib bersangiz, qanaqa rejalar qilyapsiz? Nima orzularingiz bor? Albatta, man ish haqida ko'p gapirganim bo'lsam ham, mana birinchi o'ringa o'zimni oilamni qo'yaman. Oilamizni, sog'lig'imizni va bizni har bir o'tgan yilimiz yoki kunimiz ma'noli o'tishini xohlayman. Shuning uchun judayam ko'p man bu sayohatlarni rejalashtirganman. Mhm, Sayohat qilishni yaxshi ko'raman, chunki shundoq orqangizga qarasangiz, eslab ko'raman, man bu paytlar nima qilganimni desam, sayohat qilgan paytlaringiz birma-bir esingizga tushadi. mhm, Sayohat qilmagan kunlaringiz esingizda qolmaydi. Shuning uchun shunaqa ma'noli kunlar ko'p bo'lishini bizlar birinchi mani maqsadim. mhm, Am, albatta shu qizimni katta bo'lishini ko'rish, uni mana hozir nemis tilini o'rganyapti-da, o'zi har xil nemischa so'zlarni aytadi-da, man tushunmayman. Bir ikkita so'zlarni tushunib qolsam, ha, nemischa gapiryapti deyman. mhm. 4 oy bo'lsa hozir borayotganiga o'zi 3 oydan ham kam bo'ldi, 2 oy, 2,5 oymi shunaqa. Bolalar tez o'rganadi baribir. Muhitga Ha, tushib qolgandek. ha, ha. Mana shunaqa ozgina masalan gapirishni ko'rgan, boshqa tilda gapirayotganini ko'rish o'zi juda ham katta baxt men uchun. O'zimni shaxsiy maqsadlarimni aytadigan bo'lsam, am, o'zimda eng katta maqsad albatta har bir software injener uchun Big Techga kirish, Google, Amazon yoki Meta kompaniyalariga kirish. Xudo xohlasa bunga tayyorgarlikni ozgina bo'lsa ham boshlaganman. Kelajakda harakat qilib ko'raman topshirishga. Balkim o'tarman. Xolos. Ha, lekin birinchi o'ringa baribir ishni emas, shu oilani va sayohatlarni oldimizga qo'yamiz bizlar, oilaviy. Mhm. Rahmat Saodat, mazmunli suhbatingiz uchun va man tilayman, Xudo xohlasa tez orada o'sha aytgan kompaniyalaringizdan birortasiga ishga kirganingizda ham siz bilan yana bir marta suhbat qilamiz deb umid qilaman. Albatta, Va o'sha chet davlatlarda o'zinglarni ehtiyot qilishinglarni tilab qolaman. albatta, rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.